Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi Müslümanlarning, tuqqanlarning, qo'shindarchilikning va qullarning haqlari. Musulmonning haqlaridan ba'zilar tuvandikicha: uchrashganda salom berish, chillis ijobat qilish, tush ko'rib alhamdulillah desa, yarhamukalloh deyish, kasal bo'lsa yo'qlash, o'lsa janozasiga qatnashish, ichgan qasimini ishga oshirishga yordam berish, nasihat talab qilsa nasihat qilish, yo'q yerida haqqini qo'g'dash, o'ziga ravo ko'rganni qeyrinishiga ravo ko'rish va o'ziga yomon ko'rganni uningga yomon ko'rish. Bularning hammasi hadislarda naql qilingan. Hech bir musulmonga so'z yoki harakat bilan aziyat bermaslik, musulmonlarga kamtar bo'lish, cho'nchilik qilmaslik, ba'zi kishilar haqida qilgan so'z cho'jaklariga quloq solmaslik va ba'zilardan anglaganni ba'zilariga to'shmaslik. Tunish kishiga 3 kundan ortiq adovat tutmaslik. Bu to'g'rida mashhur hadis bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Mü'minning boshqa bir mü'minni 3 kundan ortiq adovat tutib tashlab o'tishi halol emas. 3 kun o'tsa uning bilan uchrashsin, uningga salom qilsin, navoda salomini ilib javob qaytarsa, ajrini har ikkilan tang oladi. Salomga javob qaytarmasa, gunoh o'ziga bo'ladi. Salom qilguvchi tashlab o'tishni oyoqlashtirgan hisoblanadi. Bilginki, 3 kunlik adovat dunyo ishlarida bo'ladi. Dinga aloqador ishlarda bid'atchi, havoyi havasiga ergashguchi va ma'siyat go'ylariga qarata agar tavba qilganligi va haqqa qaytganligi oshkor bo'lmasa, adovat tutish davomlashaveradi. Musulmonlarga yaxshilik qilgan har qanday kishiga kuchining yetishicha yaxshilik qilish, hech kimning yeniga ruxsatsiz kirmaslik, 3 qatim ruxsat so'rash va agar ruxsat qilmasa qaytib ketish. Kishilarga go'zal axloq bilan yaxshi muomala qilish. Ya'ni har kimga o'ziga yarasha muomala qilish kerak. Chunki jahilga ilm bilan, beparvoga fiqh bilan, do't va nodonga fasohat va balog'at bilan muomala qilish ham o'ziga, ham o'zgiga aziyatdir. Cho'nglarni hurmatlab, kichiklarni izzatlash. Hamma kishiga xushchiroy va adabli bo'lish, va'daga vafo qilish, shafqatli bo'lish va o'ziga qanday muomala qilinishni yaxshi ko'rsa, boshqalarga ham shunday muomala qilish. Hasan al-Basri, Allah onunga rahmat qilsin, mundaq degan: Allah Taala Adam alayhisalomga 4 so'zni vahiy qildi va dediki, hamma narsa mushu 4 so'zga jamlangandir. Ulardan sana va bolalaringga foydali ishlar bor. Ulardan biri menga xos, yana biri senga xos, uchinchisi men bilan sening arangda o'rtaq, to'rtinchisi sen bilan kishilar orasida o'rtaqdir. Manga xos bo'lgani, manga ibodat qilishing, manga hech narsani sherik qo'shmasligingdir. Sanga xos bo'lgani, sening qilgan amallaring bo'lib, sen eng muhtoj bo'lgan kunda senga uning mukofotini berman. Men bilan sening arangda bo'lgani, sening menga duo qilishing, meningmi uni ijobat qilishimdir. Sen bilan kishilar orasida o'rtaq bo'lgani, ularning senga qanday muomala qilishini yaxshi ko'rsang, seningmi ularga shu shaklda muomala qilishingdir. Yuqori martabali kishilarni texmo bekara hurmatlash. Kishilarni o'zaro yarashtirish va musulmonlarning ayiblarini yepish. Allah Taalaning dunyoda gunohlarni yepish haqida o'ylangan kishi Allah Taalaning mehribonligini o'ziga o'rnak qiladi. Chunki Allah Taala zina gunohining isbotida 4 adolatli guvohchining shu gunohni xuddi palkuch surmidonga kirgandek kirganligini ko'rganligiga guvohlik berishni talab qilgan. Bu birlikka kelish qiyin ish. Mana bu Allah Taalaning dunyodagi shafqat va marhamatining misolidir. Oxiratda ham shunday bo'lishi umid qilinadi. Kishilarning qalblarini gumondan, tillarini g'ayvatdan saqlab qolish uchun tuhmatga ehtimol qoldiradigan o'rinlardan saqlanish. Gepi o'tadigan martabalik musulmonlar soyasida har hojatmand musulmonga yaxshilik qilish va ularning hojatlarini ravo qilishga tirishish. Har qanday musulmon kishi gap qilishdan burun salom qilish, qo'l elishib ko'rishish sunnatdir. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilibdiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: ikki musulmon uchrashsa-yu, biri yana birining qo'lini tutsa, ularning duosiga hozir bo'lish va ikkisining qo'llarini ularni kechirib etmaguncha ayirib etmaslik Alloh taolaning ustiga bir haqdir.
Yan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Mümin bilan qo'l ilishib ko'rishganda ikkisiga 100 rahmat tushadi. 99'i ikkisidan eng xushchiroy va axloqiy eng go'zalligi bo'ladi. O'limalarni cho'ng ko'rib, qulini so'ysa va quchoqlab ko'rishsa hech qis yo'q. İbn Abbas raziyallohu anhumaning Zayd ibn Sabit raziyallohu anhuga uloqqa minishda o'zengisini tutib berishi olimlarni hurmatlashning eng namunalik ulgisidir. Fazilat ahli hurmat yuzidan o'rnidan turish go'zal, ammo ularga egilish cheklanadi. Müslüman qeyrindishining yuz obro'yini, nafsini va milini boshqalarning zulmidan qo'g'dash, qeyrindish uchun kurashish va uningga yordam berish. Yamonlik qiladigan kishi bilan sinalsa, uningga chiroyli so'zlarni qilish va uning yomonligidan saqlanish. Bu haqda Aisha radhiyallohu anhadan bir hadis kelgan. Muhammad ibn Hanafiya mundaq degan: Allah Taala bir chiqish yo'l ato qilmoqcha majburan arilishib o'tiladigan bir yomon kishi bilan yaxshilikcha arilishib o'tmagan kishi aql hisoblanmaydi. Baylar bilan arilishdan saqlanish, miskinlar bilan arilishish va yetimlarga yaxshilik qilish, kasallarni yo'qlash. Kasal yo'qlovchining adablari bo'lsa, qo'lini kasalga tekkizib turib, "Kesalingiz qanday qarab?" deb so'rash. Kasalning yanida uzun o'ltirmaslik, adablik, yumshoq bo'lish, kasalning saqayishiga duo qilish va avrat joylarga qaramaslik. Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda bayon qilingan ish kasal kishi uchun mustahabdir. Osman ibn Abil As raziyallohu anhu kelib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga musulmon bo'lgandan tartib o'z tinida his qilgan bir og'riqni shikoyat qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga: "Qo'lingni og'riydigan yeringga qo'ygin va 3 qatim bismillah degin, 7 qatim a'udhu billahi va qudratihi min sharri ma ajid va uhadir. Allah'ның g'olibligi va qudratiga sig'inib, men dardini tortib va ansirayotgan kasallikning yomonligidan panoh so'rayman" degin dedi. Kesal kishining adablari bo'lsa, chiroyli ravishda sabr qilish, faryod va nolizorni oz, duoni ko'p qilish va o'zini Alloh subhanahu va taologa topshirish qatorliqlar. O'lsa jinozalarini uzitish va qabrlarini ziyorat qilish. Jinozalarni uzitishdan maqsad musulmonlarning haqqini ado qilish va ibrat elishdir. A'mash, Alloh uningga rahmat qilsin, mundaq degan: Biz jinozalarga qatnashdik va qatnashuvchilarning hammasi qayg'uga cho'kkanlikdan qaysi birining jinoza egasi ekanligini tepib tasalli berish qiyin bo'ladi. Qabrlarni ziyorat qilishdan maqsad duo qilish, ibrat elish va qalbni yumshatishdir. Jinozani uzitish adablari bo'lsa, yoyoq mingish, doimo xushu ichida bo'lish, jim mingish, meyit haqida o'ylanish, o'limni aslash va o'limga tayyorlik qilish qatorliqlar. Qo'shnining haqlari. Qo'shnidarchilikning islomiy qarindoshlikdan ortiq yana bir haqqi bo'ladi. Shunga qo'shni har qanday bir musulmondan ziyodaroq haqqi egidir. Hadisda mundaq deyilgan: 3 turli qo'shni bor. Birinchi turli qo'shnining bir haqqi, ikkinchi turli qo'shnining 2 haqqi, uchinchi turli qo'shnining 3 haqqi bordir. 3 haqqi bor qo'shni ham tuqqan, ham musulmon qo'shni bo'lib, uning dindoshlik va tuqqanchilik haqqidan boshqa qo'shnidarchilik haqqi bo'ladi. 2 haqqi bor qo'shni bo'lsa, musulmon qo'shni bo'lib, uning dindoshlik haqqi bilan birga qo'shnidarchilik haqqi bo'ladi. Birla haqqi bor qo'shni bo'lsa, mushrik qo'shnidir. Qo'shnidarchilikning haqqi faqat qo'shnisiga aziyat berishdan to'xtashli emas, balki qo'shnining aziyatlarini ko'tarish, muloyim bo'lish va yaxshilikni boshta qilishdir. Qo'shnisiga boshta salom qilish, uning bilan bek uzun paranglashmaslik, kasal bo'lib qolsa yo'qlash, musibatga uchrasa tasalli berish, xushallik yas tabriklash, xatoliklarni afu qilish, hoylisiga qaramaslik, badra yog'ochlarni temig artmaslik, qo'shnining no'siq suv to'kib, hoylisiga to'p tashlab bearam qilmaslik, uyga ilib mangan narsalarga takrar qaramaslik, ichilib qolgan ayib qusurlarni yepish, qo'shnining uyida qilgan parangiga quloq solmaslik, qiz ayoliga qaramaslik va safarga chiqib ketsa, ahlining hojatlarini ravo qilish qatorliqlar qo'shnidarchilikning adablaridir. Yaqin tuqqanlar va tuqqanchilik haqlari to'g'risida.
Ayşe raziyallohu anha rivoyat qilgan sahih hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdiki, rahim tuqqanchilik rishti arishga isilgan bo'lib, u meni ulg'anni Alloh ulg'ay, meni uzvatganni Alloh uzvatgay deydi. İmam Buxoriyli keltirgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Tangi-tang yuxlab turg'uchi tuqqanchilik rishtisini tutashtirgani hisoblanmaydi. Tuqqanchilik rishtisini tutashtirg'uchi degan boshqalar tarafidan uzvatilgan rishtini ulug'an odamdir. Imom Muslimli keltirgan boshqa bir hadisda bir kishi: "Ey Allohning elchisi, mening yaqin tuqqanlarim bor. Men ularga sil rahim qilsam, ular men bilan aloqani uzadi. Ularga yaxshilik qilsam, ular menga yomonlik qiladi. Ularga yumshoq muomala qilsam, ular menga qo'pollik qiladi" degan edi. Rasululloh: Agar haqiqatan rostchil bo'lsang, ularning yuziga qiziq kul atgan, ularni qattiq usal qilib, yuzini qizartgan bo'lasan. Sen bularni davomlashtiradigan bo'lsang, Alloh tarafidan bir qo'g'dug'uchi sen bilan hamisha birga bo'lib, seni ulardan qo'g'daydi dedi. Demak, undaq tuqqanga qarshi Alloh yordam berdi. Xuddi yuziga qiziq kul chechilgan kishi gapdan to'xtagandek, ularning tuqqanchilik yuzidan qilgan atganlari rad qilinadi. Sil rahim ata-onaning haqlari va bo'libmi onaning haqqining ta'kidlanganligi to'g'riliq ko'plagan mashhur hadislar bor. Balalarning haqlari. İnsan tabiati balık mayil bo'lganlik uchun balaning haqqini ado qilish to'g'riliq kuchab tavsiyada bo'lish behojat. Lekin ba'zida otaning balaga bo'lgan muhabbati g'olib kelib, balaga ilm va adab o'rgatishga sal qarab qoladi. Alloh taolo mundaq degan: "Ey mu'minlar, o'zinglarni va bola chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan, qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. O farishtalar Allohning buyruqidan chiqmaydi, nimaga buyurilsa shuni ijro qiladi." Mufassirlar bu oyatdagi o'zinglarni, bola chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan do'zaxdan saqlanglar degan bilakni ularga ilm o'rgatinglar va adab o'rgatinglar deb tafsir qilgan. Dada balasiga chiroyli ism qo'yishi, aqiqasini qilishi, 7 yoshga kirganda namozga buyurishi, xatni qilishi va balog'atga yetsa to'yini qilib qo'yish kerak. Qul dedeklarining haqlari. Quliga tamoq berish, kiyim kiydirish, taqat qilolmaydigan ishlarga salmaslik, past ko'rmaslik, xatoligini afu qilish. Qul bir xatoni sodir qilganda o'z xatolarini aslab Alloh taolaning o'zini afu qilishni umid qilgan holda qulini afu qilish qatorliqlardir. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim bisilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.